Hop, Ispaniya haqida. Ispaniyada birinchi kelishimdan oldin men ham hamma qatori faqat Madridni bilardim. Madriddagi ham Santiago Bernabeu stadionini bilardim. Real Madridni bilardim xolos. Hammaning fikri shunaqa. Hammaning emas, endi ko'pchilikning fikri shu bilanla cheklanib qoladi. Lekin birinchi kelganimdan keyin anchagina fikrlarim o'zgardi. Bu yerda o'zini madaniyati, o'zini stili, o'zini vibe borligini ko'rib juda ham hayratga tushdim. Shahar umuman boshqacha. Shahar aholisini o'zi 3 million 400 odamni tashkil qilar ekan. Bu Toshkentdagidan ham ko'p. Toshkentda 3 million 200 mikin shunaqa Toshkent shahrida o'zida, Madrid shahrida o'zida shuncha 3 million 400. Yiliga 10 million turist qabul qilar ekan. 10 million turist yiliga. Yevropada eng katta biznes sentrlardan hisoblanadi. Juda ham iqtisodiy rivojlangan shaharlardan bittasi ekan. Oxirgi yillarda o'zi juda ham turistlarga keng eshigini ochib qo'ygan. Shular qatorida men ham keldim. Keldim va bu yerda Schengen viza oldim va keyin hozir ID kartasiga topshirganman va javobi chiqdi uni. 3 yillik ID kartasiga. 3 yillik ID karta va undan keyin uni talablarini bajarganingizdan keyin yana 2 yilga cho'zib beradi. Undan keyin PMJga o'tadi. 10 yil yashagandan keyin pasport beradi. Shunga qiziqqan holda men ham kelganman. Hozircha juda ham emotsiyalar kuchli. Bu bitta qism, ikkita qism qilaman. Xudo xolasa Madrid haqida bitta videoga hammasi sig'mayapti. Birinchisi, ikkinchisi bo'ladi. Keyin Portugaliya haqida bo'ladi, Lissabon haqida, Atlantika okeaniga ham borganman, u haqida ham bo'ladi. Xudo xolasa kimdir agar kirsa, ko'rib turinglar oxirigacha. Bu yoqda sportsmenlar motivatsiyaga to'la. Xo'p, mana meni hostelim. Hammaga tavsiya qilaman. Madrid shahar ko'rinishi chiroyli, o'zini atmosferasi bor, qanaqadir o'zini stili bor. Piazza del Sol degan xiyobon ekan bu. Endi plashatka. Bunga aytganda qanaqa haykal bor bu yerda. Yodgorliklari yoqadi. To'g'risi kechki payt kelgan yaxshi ekan. Chiroyli ko'chalar bu yoqda. Endi to'g'ri yomon ko'chalari ham ko'p. Haligi
g'alatiroq ko'chalari ko'p, lekin chiroyli joylari ham bor. Carlos 3 Rey de Escapa. Albatta kelib qo'yinglar, juda ham chiroyli joy ekan. Har tomondan kichkina ko'chalar birlashgan joy. Kechki paytda kelish kerak menimcha bu yoqqa. Kechki salqinda hozir juda issiq. Qanaqa yozuvlar mana. O'zini sol mana sol metrosidan chiqqanda bu metro bekati bu. Gran Via metro bekati bor. Shu Gran Viadan unaqa uzoqda bo'lmagan joy ekan bu yoq. Peshqon 5 minutda keldim bu yoqqa. Ko'chalari juda ham chiroyli. Har joyda politsiya har qanaqasiga yordam beradi kerak bo'lsa. Ispaniyani haqiqiy ramzi mana ayiq. Qanaqadir ham daraxtida yozib qo'yaman. Daraxtdagi mevadan ichimlik qilishadi bular. Bularda milliy ichimliklaridan bittasi. O'shani mana ayiq yeb turgan joy, yeb turgan ramzi bu. Bemalol yana yuribdi mana. Ko'chalar nisbatan toza, normal ichadasi bo'ladi. Bu joylar ancha toza ekan, lekin yomon joylar ham bor. Mana mashina juda kam meni bilishim bo'yicha. O'zbekistondan ko'ra ancha kam. Menda chunki mashinada yurish qulay deb hisoblamayman. Bunaqa yo'llarda bunaqa joylarda yurish qiyin albatta bilmayman. Ikkiga qo'ydim, mini Cooper. Devam mashina. Shunday. Hop, ko'chalar shunaqa. Hamma joyda shunaqa kichkina xiyobonchalar. Skuterlar ko'p. Velosiped ko'p. Suvda buni ichsa bo'ladi bemalol. O'zini baribir atmosferasi bor, aurasi bor qanaqadir. Ko'chalarda
Madrid. Madridda ovqat topish unchalik ham qiyin emas, halol ovqat topish. Lekin arzon ham emas. O'rtacha 10 euro ketadi bitta ovqatlanishingizga. Hozir ham mana walk to walk degan osh olyapti. Bunaqasida oshxonasida ovqatlandim. Mana 14 euro 75 pul. Bitta festida nazorat qildi. Ashibga buni zakaz qilgan edim. Yoki udon zakaz qilganim shu 10.95 bitta kola. Biri 90 ga. Halol ovqat topish qiyin emas, lekin cho'chqa ham ko'p. Почти hamma ovqatida cho'chqa bor. Boshqa magazinlarda demoqchiman, halol emas bo'lgan boshqa magazinlarda so'rab surishtirib keyin olish kerak. Yurgani sal yangiliklar chiqaradi. Yo'qda kino olyapti ancha. Mato aktyorlar va ana backstage harbam qiziq. Qiziq. Ozginagina shu sahna uchun shuncha ovoragarchilik. Shuni professionallari baribir. Professionallar har doim shunaqa yondashadi. Aktyorlar kim ekan? Bunlar. Volkswagen'da haligi mashhur anaqasi bor. Xuddi shuni elektronli varianti ekan bu. Hippilarga bor-ku. Asmani qo'yib qo'yaman. Agar topa olsam, juda ham dunyo kezgan bir mashinasi bor Volkswagen'da, xuddi shunaqa McQueen'dan ham chiqadi multfilmda. Shunaqa odam ko'p bo'lishi mumkinmi teatrga? G'alati, nima bor teatrda? Bozorga boringlar undan ko'ra. Kelganimdan beri bozor ko'rmadim. Bozor o'rnini katta brendlar, mana katta brendlar butiklari yoki yakshanba kunlari kontrabanda tovarlar sotadigan qora akalar chiqadi ko'chaga. Do'kon juda ham chiroyli. Pastayna bor. Comparte un tap de esos, te llevas, te echas ahí tu dosis y te llevas el cambio. Vale, no, bueno, sí. Spatuni, pitanya. euro. Qimmat, lekin bu nima? Garmin bu. Emas, Xiaomi ekan. Mana bu yoqda yana mana Garmin Fenix 7 Pro. 3 euro. Sparkling liniyadagi tovarlar hammasi Fosfet Puma. Shunaqa. Bolkalarda juda yaxshi bo'ladi, unik bo'ladi. Endi bularda asosiy yo'nalishi bazaviy yo'nalish hisoblanadi. Hech qanaqa brend yo'q, mana logosi yo'q. Shortli, вообще zo'r ekan. Antrenlar poходga chiqadi mana shortli ekan. 80 20 euro. Shundan skidkadagi
Shunlar menimcha bular hammasi. Shunlarcha shim havasi ham. Setkilarga bor ekan. Endi shunaqa savat qilib qo'ydik. Qo'lim bir. Qonir to'g'risini rahmaydi lekin biznesilari ancha. Şöyle. Senin. Çok. 25 euro. Güzel. Hatta Nike Madrid. Başka Dubai'de. Kaç lira? 40 dolar. Bittiğinde şöyle 45 euro. Nasıl bakayım bakalım. Biraz bir yandan Giovane, tutti no, giovane, Brasile, numero 5 ekan, 5. Numero 5 essensi bor ekan. Rodrigo. O'zim 300 so'm uchun. Rodrigo Hernandez. Хорошо. To'g'risi kepka jinnalari bor. Ana kepka jinnalari uchun. Jinnalari. Yo'q. Bular eksklyuziv modellar menimcha hammasi. 70 euro. 70 euroga arzidim. Athletics kiyim. Bu şu beyzbol komandalarki hammasi. Aha. Necha bu yaratgan odam shekilli. 15 ommabop razmeri, bu razmer, bu modeli, bu brend. Buni shu joyga qo'yishibdi. Hatto narxi ham yozilmagan. Madridda, Ispaniyada qorong'i tushishi sal kechroq ekan, quyosh botishi. Havosiga maza qiladi odam. To'g'risi havoda nimaga gapiryapman? Toshkentda masalan 1,5 kilometr yoki 2 kilometr yurganingizdan keyin charchab qoladi odam. Qanaqangi baquvvat bo'lsa, qanaqangi siqib sportsmen bo'lishidan qat'iy nazar charchoq seziladi 2 kilometrdan keyinla peshkom yurgan odam. Lekin bu yerda masalan bir kunda emas endi. Bitta yurganda 3 kilometr yoki 4-5 kilometr yurganimda ham unaqangi charchoqligi nafas yetmasdan anaqa shunaqa ощущение bo'lmayapti to'g'risi. 11.816
Bu yoqdan yana 195 qadam 12 dan keyin bu yoq. Soat kaçta 12 bo'lyapti, lekin hayot qaynayapti. Granviyada Madrid, Granviya ko'chalar juda chiroyli. Kechki Madrid. Magazinlar ko'p yopiq bo'lgan, allaqachon yopiq bo'lgan. Lekin barlar, ba'zi bir oshxonalar ishlayapti. Ularga baribir tunda ishlaydi ular. Odamlar tinchlik nimaligini bilmaydi bu yerda. Hamma baqirib gapiradi. Hamma xohlagan bunaqa gapiradi. Bular endi nima bo'lsa ham bular o'zini mentaliteti. Odamlar juda ham o'zini bemalol his qiladi. Juda bemalol his qiladi. Sentr joylarda yursangiz o'zingiz unaqa problemni his qilmaysiz, lekin ba'zi ko'chalarga kirib qolsangiz xavotir bilinadi. Seziladi. Dandy. Pizza. Pizzalarni hech bilmagan. Voy. Pizzalar tanqabdir, lekin narxi ichkarida. Keyin kelamiz bu yoqqa. Starbucks уже yopib bo'libdi. Zo'r bor ekan bu yerda. Hamma dunyodagi brendlar bor. Mirovoy brendlar deydimi? Jahon brendlari bor. Hammasi Madridda. Spesifik narsalarni topish qiyin emas. Kimgadir kerak bo'ladigan narsa. Hamma narsa bor bu yerda. Normal restoran. Yopiq. Clarks bor ekan bu yerda. Chiroyli. Hattoki mana qizil bo'lsa, velosipedlar ham to'xtaydi. Qizilda farqi yo'q. Masalan, chetroqga o'tib olib yurib ketsa bo'ladi, lekin to'xtaydi. Lekin shunga yarasha o'rtada yuradi bular. O'rtada o'zlarining polosasi bor. Mashina, avtomobil yo'lida ham yursa bo'ladi, bemalol bular. Farqi yo'q. Lekin qizilga to'xtaydi kelib. Shunga javoban odamlarga farqi yo'q. Ko'chada yotish bilan chekshyapti. O'zida bor narsani qadrlamaydi ko'pchilik. Balki biz ham shunaqadirmiz. Birinchi kelgan paytingiz shunaqa multikarta olishingiz kerak ekan. Multikarta shu bo'ladi. Va shuni to'ldirib yurishingiz kerak. Hozir metroga kirish payti har doim terminallar bo'ladi. Ana u yoqda ekan. Shu terminaldan ichiga yo'nalishingizni tanlab pul solishingiz kerak bo'ladi. Metro juda ham noqulay to'g'risini. Ikkala tarafdan bir xil, o'rtadan poyezd keladi. Bu bitta shu Granviya bekatidagi bekati.
Toshkentga kelib yurgan qo'yamiz endi biz. Bu ko'rsatkichlar, bu 5-yo'nalishga o'tib ketish bu. Bu naryoqda 5-yo'nalishga chiqib ketishga ko'rsatkich bor. Qaysi tarafdan tushganimni ham bilmayman to'g'risi. Bu yoqqa kelishim kerak, bu yoqqa kelishim kerak. Mana oxiriga birinchi qismni tugatishga, agar birinchi kelishingiz bo'lsa Madridga kelmoqchi bo'lsangiz, shunaqa rejalaringiz bo'lsa, oldindan biletlarni oling. Qancha oldin olsangiz, shuncha arzon olinadi. Hamma saytlarda, hamma programmalarda shunaqa aviasalesga o'xshagan Trip.com bor, OneTrip'ni, Trip.com'ni shunaqa saytlarni hammasini tekshirib chiqinglar va hostelni ham ertaroq olish kerak. Hostelda ham yaxshi rayondan, kartadan ko'rib, odzivlarga qarab, ko'p odziv va reytingi baland hostellarni olsa bo'ladi, arzonga olsa bo'ladi. Men ham hozir hostelda turibman. Hostelim o'rtacha kuniga 20-25 euro Madridda. Lekin shuni bilish kerak, juma kuni va shanba kunlari juda ham narx oshib ketadi Madridda o'zida. Shunga ertaroq olib qo'yish kerak. 1 oy oldin, 2 oy oldin harakatni qilib, rejani qilib olish kerak. Agar sayohat uchun kelmoqchi bo'lsanglar, shunaqa uzoq muddatga kelish kerak bo'lsa, menimcha kvartira, Airbnb'dan kvartiralar yoki biror xonalar qarab ko'rish kerak menimcha. Men qaradim, lekin yaxshi variantlar hali chiqmadi. Balki sizga chiqib qoladi. Hozircha birinchi qism shu. Ikkinchi qismda qirollik saroyini videosini qo'yaman. Santiago Bernabeu'ni qo'yaman albatta. Keyin Madriddan 60 kilometr uzoqlikda bir avtonom region bor ekan. O'sha yerga borganman. Uni ham qo'yaman. Shunga kuzatib turinglar, qo'llab turinglar. Agar kimdir ko'rsa, shunaqa gaplar. Hozir mana Madridda kechasi hayot endi qaynayotgan payti.